Hurmatli vatandoshlar, bugungi videomizda sizlarning e'tiborlaringizga 4-qavatda 2 xona kvartirani havola qilib o'tamiz. Vodnikda kirpichli domimizni 4 qavatli binoni 4-qavatda 2 xona kvartira oladi. Xonalar oddelni ekan azizlar. Ishlari damir ishlaridan yaxshisidan bo'lgan, afishka qilingan. Bismillah deb giramiz xonalarga. Girgandan azizlar keng prixujiy zonasi bo'ladi. O'ng tarafimizda bu tarafda ovqatlanish mestosi, keyin oshxonasi, bu yonimizda zali, gostiniyazlar, keyin bu tarafimizda yotoqxonasi, yuvishxona, hojatxonasi joylashgan. Yana tarafida verandasi. Ba'zilar verandani ikkiga bo'lganlar, bir yonini oshxona, bir yonini zalga qo'shib berganlar. Keyin kirpichli domda narx ham zo'r, dokument ham 100% tayyorlanadi. Xonalarimizni ozgina bir qarash kerak, lekin narxi zo'r narxda qo'yilgan. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bu yerda yangi rakoninasi, ba'zilar elektrik avtomatlari qo'yilgan. Ishlari hammasi yog'och ishlagan ekan. Gaz, svet suvlari VIP muammosiz gap turibdi. Kvartiramizning yon atrofida bog'cha, yaqin maktab, yaqin azlar magazinlardan ku muammosi yo'q. 4 marshrutda har 5-10 minutdan o'tadi azlar. Damasam avtobusdan zo'r mestada joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, yo'l ham yaqin. Marshrutga yaqin yerda 4-qavatda 2 xona kvartira. Azlar zalimizdan boshlaymiz. Birimiz zalimiz 3,5-5,5 razmerda tushgan. Yana tarafda verandan ham qo'shib bergan ekanlar. Sizlar bir verandan ham qo'shsangiz bir 8 metrlarcha chiqib boradi. Devorlar fonda perdalar solgan, gilamlar döşalgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib mestopoложениеda joylashgan 2 xona kvartira bo'ladi. Bu yerda yangi Samsung konditsionerlar ham bor. Sizlar hech narsadan muammosi yo'q. Yana xonalar oddelni. Bu tarafimizda yotoqxonasi bo'ladi. Yotoqxonasi 3,5-4 metr kattalikda, aynalar va plastik ramlardan perda asilgan, gilam döşalgan, keng tushgan xonalari. Sizlar yana hammasi alohida xonalar ham, hojatxona, yuvishxonasi ham bor. Hojatxonasida unitazlar o'zgargan. Devorlarni bir asfalt qilib berishingizda yuqorida ham polka qilganlar bir mayda-chida qo'ymoqqa. Ishlari yog'och ishlagan. Yuvishxonasida demir kotellar o'rnatilgan, bu yerda vannasi, suv qizdirish uchun Royal firmani aristollari, oyoqlari mramor. Hurmatli vatandoshlar, gaz svet suvlardan muammosi yo'q. Bu tarafni ovqatlanish mestosi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda xonadonlar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, gaz cho'chklari, bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Endi ishga yog'och ishlagan ekan, hurmatli vatandoshlar. Kuxinning bir gaz plita, vichkalar ham qo'yilgan. Ajoyib mestoda shuning joylarini sizlar e'tiborlaringizga havola qilib o'tamiz azizlar. Kirpichli domda yana arzon narxda bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda sizlar uchun обязательно nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yish esdan chiqmasin, hurmatli vatandoshlar. Urgan shahrimizning zo'r mestolaridan birida, Tixiy mestoda, yo'lga yaqin yerda kirpichli domimizni 4 qavatli 4-qavatida 2 xona kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tdik. Azizlar, narxi 330 million so'm. Galashadan yeri bor. Kelib, ko'rib, ustida savdosini qilib olaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Narxini takrorlaymiz, 330 million so'm. Dokument tayyor, to'g'ri oformga qilinadi. Hurmatli vatandoshlar, shunday 2 xona qilib yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ham videoni ulashib qo'yinglar, biz orqali kelib joyga solib foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.